Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni kuzatayotgan hammaga biz ishimizni bir etapini tugatdik, bir bosqichini. Shunga sizlarga videoga olib bir ko'rsatib qo'yay. Oldingi kafe ko'rib turgan yeringlarda ikkinchi etajga chiqadigan lestitsa bo'lgan. O lestitsani buzib tashlab monolit o'rnatdik. Bundan oldingi videolarni ko'rsanglar, kafe qaysi holatdaligi bor. Tushunmaganlar uchun. Kanalizatsiya tortdik, hozirlardan ko'rsataman. Bu yerda devor urib turib, to'sib ustiga beton qo'ydik. Bu yerdagi monolitlarni olib tashladik. Qanday qilib olinayotganini surati bor-da, qo'yib qo'yaman. Videoda bir burchagiga 2,5 ta plita chiqdi, 2,5 ta plitani olib tashladik. Bu yerdagi regelni olib tashladik. Bu yerga ikki tarafdan lestitsa bo'lib chiqadi. Burchagiga fontan bo'ladi. Birinchi etajdagi, ikkinchi etajdagi eshik, romlarni olib tashladik. Sababi prayom kattaroq bo'lishi uchun bu eshikka, bu yerga surat qo'yamiz. Tepalarni ham olib tashladik, hammasini katta bo'lishligi uchun. Bu tarafda ham mana xuddi shunday kichkina eshik, kichkina rom bor edi. Olib tashlab, prayomini kattaytirib, ya'ni eshikda kiriladigan xotlarni katta qilib qo'ydik. Magazinda buzib tashladik. Avval magazin bo'lgan edi. Endi bu yer kelajakda novvoyxona, somsaxona, shashlikxona bo'ladi. Bu yer zagotovishni komnatasi bo'ladi, bo'lib turib o'rtasida. Ichkarida yana buziladigan ishlar ketyapti. Stiklo fasadni boshladik. Stiklo fasadni tayini kesib chiqib betonni, steyashkasini tayini kavlab, armatura to'qib, beton qo'yib chiqdik. Devorlar chekalaridan mayat kurugli bo'lib chiqadi. Aynek birinchi bosqichini boshladik. Shunday rombiga o'xshash bo'lib ketadi. Endi boshlanyapti mana. Shunday bo'lib ikkinchi etajgacha chiqib ketadi. Qanday qilinishi qiziq bo'ladigan bo'lsa, stiklo fasadda. Stiklo fasad degani shu aynalik fasad. Aynadan bo'ladi, uyda oldi boshidan oxirigacha. Shuning uchun stiklo fasad. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariya yozib, like bosib qo'yinglar. Biz tez videoga olib chiqarib turamiz. Qanday qilinishini, qanday qilib bukishdi, qanday qilib figura chiqarishdi aynakka. Bu yerga kanalizatsiya tortdik, magistral. Bu yerda plastik o'tdi, bu yeri xolos. Qolgan joyi ham tozalagani, ham oshiqcha axlatlari ichiga tushadi. Atrofiga jetki stiklo bilan beton qo'ydik. Ichini kley bilan suvab turib, jetki stiklo bilan suvab chiqamiz. Bu yoqqa azbis truba. Azbis pishiq bo'ladi. Mashina yursa ham ko'taradi, simlaydi. Birinchidan, ikkinchidan issiq suv oqsa, boshqa narsa oqsa erimaydi.
Daraxtlarning tomiri teshib kira olmaydi. Plasmassa trubaning daraxtlar toshi tomiri teshib kirib ketaveradi. Bittasi hojatxona uchun, bittasi bu yerga oshxona uchun. Bu yerdagi eski oshxona bor edi. Oldingi videoda ko'rsanglar bilasizlar. Eski oshxonani buzib tashab, tagini endi chiqaryapmiz. Damalakkan ustalar. To'g'ridek ko'rib turgan uylar ham buzilib ketadi, oshxonaga qo'shilib ketadi.